Birinchisi tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasi bo'lib, barliq energiyalik foydalanish sistemalarining hammasi teng huquqli holatda bo'ladi. Ya'ni fizika qonuniyatining shakli har qanday energiyalik foydalanish sistemasida o'xshash bo'ladi. Bu fizikalik qonuniyat shuningdan derak beradiki, tajribaxonada tinish turganda bir kuzatuvchi bilan tajribaxonaga nisbatan aytganda yuqori sur'atda tekshi harakat qilayotgan elektron o'xshash bo'ladi. Ikkinchisi, yo'riqliq tezligining o'zgarmaslik prinsipi. Ya'ni vakuumdagi yo'riqliq tezligi har qanday foydalanish sistemasida o'zgarmaydi. Buni geometriyalik til bilan ifodalasak, fotonning vaqt bo'shliqidagi dunyo siziqlari yo'riqliqsimon bo'ladi. Tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasini Einstein 1905-yili o'ttirg'a qo'ygan. Ayni chog'dagi tajriba isbotida ko'rsatilishicha, yer sharining quyoshni jo'rdab aylangandagi yo'riqliq tezligi o'zgarmaydi. Bu natija fizika olimlarini hayron qoldirgan. Chunki boshqa ko'p sondagi jismlarning tezligi kuzatuvchining yutkulish sur'atiga bog'liq bo'lib, agar siz mashinani relsning yonida haydab kelganda qarshi tarafdan kelgan poyezd siz bilan o'xshash yo'nalishda mang'an poyezddan tez mengayotgandek ko'rinadi. Lekin Einsteinning o'ttirg'a qo'yishicha kuzatuvchining qanchalik tez yutkulishi va yo'nalishning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'lchab chiqqan yo'riqliq tezligi sekundiga 300 ming kilometr bo'ladi. Komediya artisti Stephen Wright ilgari mundaq deb so'ragan: siz bir yo'riqliq tezligida uchadigan olam kemisida o'tirgan bo'lsangiz, undaq mashinaning oldi chirig'ini yondirsangiz, o'choqda nima ish yuz beradi? Buning javobi olam kemisida o'tirgan ma'lum bir odamning nuqtasidan qaraganda kemining oldi chirig'i normal yondirilgan holatda turadi. Ammo sirtda turib olam kemisining yenidan uchib ketayotganligini ko'rgan kishiga nisbatan aytganda, olam kemisining oldi chirig'i yondirilmagan holatda ko'rinadi. Gerçi nur chiqqan bo'lsa-mu, lekin uning surati yanada olam kemisining surati bilan o'xshash bo'ladi. Bu vaqtda biz mushundaq o'zaro ziddiyatga to'lgan natijani bayqaymiz. U bo'lsa-mu o'xshash bo'lmagan kuzatuvchilarga nisbatan aytganda, belgi bo'shliqi va vaqt shkalasi boshdan oxir o'xshash bo'lmaydi. Masalan, yo'riqliq tezligi Einstein aytgandek turaqli holatni saqlasa, undaqda vaqt va bo'shliqning mutlaq bo'lishi mumkin emas. Ular chuqur subyekt bo'lishi kerak. Agar bir dasta yo'riqliq sekundiga 300 ming kilometr tezlik bilan shimol qarab harakat qiladi, bir olam kemisimi sekundiga 15 kilometr tezlik bilan shimol qarab harakat qiladi deb faraz qilsak, undaqda yer sharida tinch holatda turgan odamga nisbatan 1 sekund vaqt o'tgandan keyin yo'riqliqning olam kemisi bilan bo'lgan orliqi 150 ming kilometr keladi. Ammo olam kemisidagi kishilarga nisbatan qanchalik vaqt o'tib ketgan bo'ladi? Berilgan shartlarni analiz qilganda olam kemisi bilan yo'riqliq bilan bo'lgan orliqi 150 ming kilometr. Yo'riqliq tezligi bo'lsa sekundiga 300 ming kilometr bo'lib, hisoblab chiqsa bu vaqt 0.5 sekund bo'ladi. Ya'ni yer sharidagi kishiga nisbatan 1 sekund o'tib bo'lsa, soatiga 150 ming kilometr sur'atda harakat qilgan kishiga nisbatan faqat yarim sekund o'tib ketgan bo'ladi. Bu misol orqali shuni ko'rib olishga bo'ladiki, surat vaqtni o'zgartiradi. Siz qancha tez harakat qilsangiz, vaqt shuncha asta o'tib ketadi. Agar siz yo'riqliq tezligida harakat qilsangiz, vaqt to'xtab qoladi. Albatta, massami o'xshashlar suratga bog'liq bo'ladi. Jismning harakati qancha tez bo'lsa, uning massasi shuncha cho'ng bo'ladi. Tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasi kishilarning dunyo qarashini yangiladi. Shundaqla keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasining borliqqa kelishi uchun puxta asos bilan ta'minladi. Tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasi bo'lsa, inersiya sistemasini asos qilgan bo'lib, mundaqcha qilib aytganda, tizilinish mavjud bo'lmagan sharoitda dunyoda haqiqiy mutlaq inersiya sistemasini zodila topqili bo'lmaydi. Shuning bilan Einstein butun zehni bilan nisbiylik nazariyasini inersiyalik sistemadan inersiya bo'lmagan sistemaga kengaytdi. Shu sababli keyingi keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasi mo maydonga keldi. Tasavvur qilib baqing. Siz liftda erkin tushayotganda eg'irlik kuchini his qila olmaysiz. Xuddi lift ustida laylayotgandek tuyg'uda bo'lasiz. Buni dal liftning erkin tushish harakati qilgandagi tortish kuchi keltirib chiqargan. Siz lift ichida eg'irlik kuchi tizilinishini his qila olmaysiz. Bu dal tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasida bir taraf qilg'ili bo'lmaydigan ikki narsa bo'lib, tortish kuchi va tizilinishni o'z ichiga olgan. Ya'ni kelib ular qaramoqqa o'xshashdek tuyg'u beradi. Bir qatimliq taluvlarcha o'ynashdan keyin Einstein dodillik bilan bir farazni o'ttirg'a qo'ydi. U bo'lsa tortish kuchi maydoni bilan tizilinish teng unumli bo'ladi. Ya'ni qisman tortish kuchi maydonidagi erkin tushgan jism harakati qilayotgan inersiya sistemasi bilan tortish kuchi maydoni bo'lmagan inersiya sistemasini farqlantirgil bo'lmaydi. Oddiyroq qilib tushuntirganda, siz liftda laylab turganda boshqalar sizning laylayotgandek tuyg'uda bo'layotganligingizni farq etolmaydi. O'xshash bir erkin tushgan jism harakati qilayotgan liftda farqlantirgil bo'lmaslik nisbati teng qimmatli bo'ladi. Bu ikkisi fizikada o'xshash bo'ladi. Mana bu teng unum prinsipi. U keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasining bir farizi. Ya'ni yo'riqliq tezligining o'zgarmasligi tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasining farizi bilan o'xshash bo'ladi. Einstein teng unum prinsipidan foydalanib, tortishish kuchi bo'lgan inersiya sistemasini tortishish kuchi bo'lmagan inersiya sistemasiga aylantirgan. Har qandayliki iqtidori bor bo'lgan o'rinlarning hammasiga erkin tushadigan foydalanish sistemasi qo'shish orqali tortishish kuchi yo'qotiladi. Ondan qolgan ishlar tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasi orqali bartaraf qilinadi. Einstein bu usuldan foydalanib keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasini barpo qildi hamda murakkab bo'lgan matematik formulalarni hisoblab chiqdi. Bir jumla go'zal so'z bilan aytganda, fizika sizga vaqt va bo'shliqning qanday egildiganligini aytib beradi. Vaqt va bo'shliq moddaning qanday
harakat qilganligini aytib beradi. Keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasining yadroliq ideyasi shuki, har qanday massaga ega bo'lgan jism vaqt va bo'shliqni egilishini keltirib chiqaradi. Ondan jism bu agri bo'shliqda davomli ularning inertsiyalik harakatini ishlaydi. Garchi keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasining ba'zi mazmunlari bizning kundalik tajribalarimizdan olib ketgan bo'lsa-mu, ammo keyin bu nazariyaning to'g'ri ekanligi isbotlandi. Masalan, tortish kuchi lenzasi effekti. Quyoshga yaqin nuqtada ilgirlama harakat qilish, tortish kuchining qizilga siljishi yoki vaqt bo'shliq qurilmasidagi mayin to'lqin qatorliqlar. Fizika dunyosi ham sirliq, ham kishining qalbini larziga soladi. Yana nurg'un sirlarning bizning bayqishimizni kutib turganligiga ishonamiz. Bugungi mazmunlar mushu yerda oyoqlashdi. Siz bu mazmunni ko'rgandan keyin nisbiylik nazariyasini tushuna oldingizmi? Inkas rayonida fikringizni o'ttirib qo'yib beqing. Agar mazmun sizga zarracha yarg'an bo'lsa, bizni qo'llash yuzidan eng ostidagi xanzuchi e'lonni chekib qo'ying. O'zingiz qiziqadigan temalarni inkas rayonida qoldirishni unutmang. Biz kelarki sonda tayyorlaymiz.